atigi 10% odam tilla bilan oltinni farqlay oladi. 30 sekundda jism bilan moddani farqlashni o'rganamiz. Tilla, masalan. Tilla bu jism. Jismni tarkibiy qismi modda bo'ladi. Ya'ni jismlar moddalardan tashkil topgan. Jism aniq shaklga, hajmga, massaga ega bo'lgan obyekt sifatida qaraladi. Demak, bironta jism boshqa bir jismni o'rnini bosa oladi. Ya'ni bir-birini vazifasini qila oladigan bo'lsa, bu jism hisoblanadi. Birini vazifasini ikkinchisini bajara olmaydigan bo'lsa, bu modda hisoblanadi. Masalan, deylik, mashina bu jism, mashinani o'rnini bosa oladi. Masalan, metro yoki avtobus. Bosa olmaydigan bo'lsa, bu modda bo'ladi. Masalan, suvni o'rnini bosa olmaydi. Qaysidir modda. Demak, bu ikkalasi moddaga misol bo'ladi. Tillani demak, moddasi oltin misol bo'ladi ekan. Mix. Mixni demak moddasi temir, qoshiq hamda sham. Qoshiq jism, sham ham jism. Demak, qoshiq bilan shamni moddasini kommentlarda qoldirsangiz bo'ladi.